ichimdagi hech kimga yetmagan gapimni sizlarga aytaman akalar. Oxirigacha ko'ringlar videoni. 2024-yilda mana shu blogerlikka qiziqib video olaman degan paytimda telefonim bo'lmagan. Stroykaga borganman, yozda telefon olaman, ishlagan pulimga deb ishlab kelganman. 1 oy yerda ishlaganman stroykada. 6 million pul olib kelganman. U 6 million pul nimagadir ketib qolgan. Telefon ola olmaganman. Keyin o'qishim boshlanib qolgan. Bo'ldi, endi ololmayman degan paytim. Keyin o'qishga borsam 20 kundan keyin o'qish boshlanadi dedi. Betga keldim, o'zimiz uyga keldim. Keyin uydagilar ishga jo'natib yubordi. Bahanada telefon ham olaman dedim. Tam borsam, yerda ham ishladim, bir 15 kuncha ishladim, pulimni ola olmay keldim. Keyin uyga keldim. Pulim yo'q telefon olishga. Ayamga aytdim. Dedim, "Mana shu telefonni olaylik" dedim. Ko'chaga chiqdim-da, kiyinganish qanday to'nim. Narx qancha desam, iPhone 11 ni o'zi $270 deyapti. Yerda narxini eshitdim, men ham hayron qoldim. Keyin uyga keldik. Nima telefon purushlarni oldida beraman, olib beraman degan. Keyin uyga kelsak, "Mana shunaqa olib bermayman" dedi. "Mana shunaqa pul yo'q hozirga" dedi. "Kontraktga berish kerak" dedi. Men keyin o'ylanib bir asabim buzildim, ko'chaga chiqdim. "Nimaga ola olmayapman" dedim. Kuzda men yozda telefon olaman deb rosa ishlaganman o'zi. Keyin kuz bo'lyapti. Alijoda keyin gapini eshitdim, olib bermayman dedi. Ayam ko'chaga chiqdim, mana shu bitta tanishim bor edi, o'sha ukaxon bor edi, o'zi ham kuzatadi. Keyin telefon yoqib qoldi, qarasam, yomkislari 75 ekan, telefon cho'tki holatda edi. Men aytdim, "Yomkisi 75 bo'lsa, men haligi joyda miyam ishlamay nima debman, buzilgandi bu telefon deb o'ylabman." Keyin buzilmagan, tuzuk dedi, o'rtam aytdi. Keyin haligi joyda endi uydagilar olib bera olmayman degan, uni telefon olaman deb chiqqanman, uyga kelganman. Uyga keldim, oxiri ayamga aytdim. "Shunaqa telefon olmoqchiman" dedim, "blogerlikni boshlama" dedi. "Bo'lmaydi u baba. Bo'lmagan ish" dedi. "Men pulim yo'q unga telefon bergani" dedi. "Hozir pulim yo'q, qishda olib beraveraman, qishda boshlayverasan" dedi. Keyin men olishim kerak dedim, bir yarim soatcha tushuntirdim, hali joyda gapni tushuntirdim, aytdim. "Mana shunaqa dedim, men ko'chaga chiqsam" dedim, "taniydi ko'chadagilar" dedim. "Mana shu telefonni olay, mana shu telefondan qarasa men o'zimiz rayonda hamma taniydi" dedim. "Taniydi" deganman, shunaqa deganman. Yuragimdan chiqqan ekan gap. Mana Xudoga shukr, hozir Instagramga kirgan odam meni videomni ko'rgan, meni tanigan. Endi hammaga ham yoqolmayman, lekin hammasi tanigan. Yoshmi, kichkinami, ko'rgan hammasi taniydi meni. Gapimga realni javob beraman. Shu narsani o'zimga bir muvaffaqiyat deb tasavvur qilaman. O'sha paytda ayamga men yetib ketganman, chiqib ketishdan oldin. "Ayam, mana shu telefonni olaman, xudo olasa, meni ko'chaga chiqsam hamma taniydi. Men sizni hayron qoldiraman" deganman. Xudoga shukr, men gapning ustidan chiqdim deb o'ylayman. O'zimizda rayon tugul, Toshkentda taniydigan bor. Xorazm, Bag'dod hamma joyda taniydigan bor. O'sha paytda haqiqatan ham Allohga olsan ekan, gapimning ustidan chiqdim. Avvalo Xudoning orqasidan bo'ldi. Sababchilarini o'zim yaxshi bilaman. Xullas akalar, mana shu bir o'zimga bir muvaffaqiyat ko'raman. Shu narsalarni